Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldayman rom 2 dona derazani uстановка jarayonini tugatdik. Bu ishimizdan sizlarga qisqacha video tayyorladik. Bu joyimizga, bu xonadonga 2 dona, biri 25 ga, biri 60 santimetrlik deraza, o'rtaga mana 5 metr joyga, bo'yi 2.60, uzuni 5 metr joyga oldiga tereska o'rnatdik. Bu ishimizni Akfa'ni originalidan G306 dan qilib berdik. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa ishlarimiz juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Mana eski romlari bu, yog'och romlar bor ekan, sug'urib o'rniga o'rnatib berdik. Bu derazalarda romlarda narxiga keladigan bo'lsak, verandamizni kvadrati 650 ming so'mdan to'g'ri keldi qadrli kuzatuvchilar. Derazalarimiz narxlari 2 qavat oyna, bu ishlarimiz oldi tomoni seriya qora oyna, orqasi oq paketlandi. Bu derazaning narxi 1.600 ming so'mga to'g'ri keldi. 2 qavat oynasi bilan bu verandamizni kvadrati 650 ming so'mdan. 2 qavat oyna paketlandi. Zamonlari ham har doimgidek original holatda, ligirovkalari ham chiroyli, hamma yo'q original. Ustuni ham mana o'rtada bitta ustuni bor ekan, chiroyli qilib bezchak holatda alkofon bilan o'rab chiroyli qilib berdik. Har doimgidek mana ustunni oldi profillarimiz ham katta baquvvat profillardan. Navbatdagi derazamizni ham razmeri 1.25 ga, 1.60. Buni ham narxi 1.600 ming so'm. 2 qavat oynalari bilan. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa oldinda hali yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Akfa Plus, yog'och, MDF, eshiromni barcha turdagi mahsulotlarga ehtiyoj sezsanglar, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosishni unutmanglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.